Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Hökumət 20 dekabr ve 21 dekabr kunlari Urumchida maxsus yig'in ichib, rayonning kishilik huquq vaziyati haqidagi Şinjan'da kishilik huquqni qonun orqali kapolatga ega qilish nomli ko'ktoshliq kitobning e'lon qilinganligini bildirdi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur diyoridagi irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak va madaniyat assimilyatsiyasi bag'ancha ko'p oshkoralanib, xalqaroda uni qattiq ayblashlar ham jazo yurgizishlar davom qilayotganda, Xitoy doiralarining bundoq bir kitobni e'lon qilishi xalqaro taratqularning va Uyg'ur vaziyatini yaqindan ko'zlab kelayotgan vaziyat analizchilarining jiddiy diqqatini qo'zg'adi. Xitoy taratqularning xabar qilishicha, Uyg'ur Abdunum Rayonluq Ma'rif nazoratining noziri, mazkur kitobning bosh tuzguvchisi Zulayat Ismoil kitobni e'lon qilish murosimida so'z qilib, bu kitobni ichkari Xitoy va Uyg'ur Abdunum rayonidagi mutaxassislar yezib chiqqanligini, 8 bobdan tuzilgan bu kitobda Şinjandagi kishilik huquqning amillashishi va ijro qilinishining tarixdagi eng yuqori saviyaga yetganligi xulos qilinganligini bildirgan. Navbat Turkiyadagi bir alyumin zavodida injener bo'lib ishlayotgan 22 yoshlik Nur Ali Nuraxunning bildirishicha, dadisi uni 2015-yili 9-oyda Misrga o'qishga yuvatgan. Oradan 3 oy o'tganda u Misrga kelib o'g'ilni yo'qlagan. Nuraxun Rozi bu o'g'ilni yo'qlash safarida yurtdagi tanishlarining birining 12 yoshlik bolasini birga elib chiqib, uning Misrda o'qishiga yordam qilgan. Nuraxun Rozi qaytish safarida Turkiyada 2 haftagacha sayohatda bo'lgan. U yurtiga qaytib borgandan keyin pasporti yig'ib olingan. 2017-yili 4-oyda lagerga elib ketilgan va chet elda bolasini o'qitish va bolasini o'qitganga yordam qilish gunohi sababli 20 yillik kesib o'tilgan. Nurali 2016-yili Misrda Uyg'ur o'quvchilarning Xitoyga qaytarilish voqealariga shohid bo'lgan. 2017-yili oilasi bilan aloqasi butunlay uzilib qolgan. O'smir vaqtida hayotning og'ir siyosiy va iqtisodiy sinoqlarga duch kelgan Nurali 2018-yili Turkiyaga kelib panohlangan. U Turkiyada turmush va o'qish yo'llari ustida izlanib yurgan mezgilda dadisining kesilib ketganlik xabarini uqqan. Xitoy doiralari elektronlik mashinadan mudofaa sanoatigacha nurg'un kasblarda ishlatiladigan, oz uchraydigan metallarni pishiqlab ishlashga aloqador bir qism texnikalarning eksport qilinishini cheklagan. Xitoy Savdo ministerligi eksporti cheklangan texnika mundarajasiga oz uchraydigan metallardan magnet ishlab chiqarish imkoniyatiga ega qiladigan texnikalarni kirgizgan. Xitoyning bu cheklamasi Amerikaning o'zak texnikasiga qo'ygan eksport kontrolligi va mablag' silish cheklamasiga qarshi harakat deb qaraldi. Egilishicha, Xitoy oz uchraydigan metallarning taxminan 70%ni ishlab chiqaradi ekan. Egilishicha, Amerikaning tokliq mashina va batareya ishlab chiqarish shirkati Tesla'ning Xitoyda qurmoqchi bo'lgan energiya saqlash bo'limining qurilishi uchun yer ajratilgan. Şirket e'lon qilgan bayonotda yerlik hukumat bilan Shanxayda qurilmoqchi bo'lgan zavodga yer taqsimlash kelishimi imzolanganligi e'lon qilindi. Xitoy shirkatlari Latin Amerikasidagi ul aslaha faoliyatlariga Nikaraguani qo'shdi. Nikaragua amaldorlarining bayonotiga qaraganda Xitoy bilan 430 million dollarlik qarz kelishimi imzolangan. Bu kelishim bu hafta Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan Nikaragua prezidenti Daniel Ortega o'tirsidagi telefon suhbatidan keyin imzolangan. Orteganing mablag' silish, savdo va xalqaro hamkorlik maslahatchisi Laurano Ortega Morillo davlatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini strategik hamkorlik deb tasvirlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyda bir doktor ko'z operatsiyasi jarayonida voqeaga aloqador ko'rinishlar e'lon qilingandan keyin tekshirish boshlangan. Operatsiya uyidagi bexatarlik kamerasida tortilgan ko'rinishlarda doktorning 82 yoshlik ayol bemorning yuziga 3 qitim urganligi, bemor inkas qaytarganda sestralarning bu aralashganligi o'ttirg'a chiqqan.